Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Donay Nurli Yo'ldoshev, Bino tadbirkorligi va pedagogika aniq va tabiiy fanlar fakulteti oliy matematika kafedrasining katta o'qituvchisi bilan bugungi o'tadigan mavzumiz demak teskari matrica. Teskari matrica haqida teoremalarni bir qarab chiqamiz. Chunki mana teskari matritsani ham ko'pchilik talabalar qiynalishadi. Buni topishga nimasiga juda qiynalishadi. Shuning uchun teskari matrica yaxshilab tushuntirib beraylik. Teskari matrica qanaqa matrisalar bo'ladi? Shular haqida bir gaplashib chiqamiz. Demak, teskari matrica. Teskari matrisaning mavjudligi haqida teorema. Matrisaning rangi keyingi nimamizga mavzumizga shuni o'tib beramiz. Bunda rejalar qanday rejalar bo'ladi? Birinchi rejamizning birincisi matrisaning demak rangini hisoblash deyilyapti va teskari matrica uni topish. Biz ham teskari matritsani qanaqa topish haqida gaplashamiz. Keyingi mavzumizda esa rangi haqida ham gaplashsak bo'ladi. Demak, birinchi matrisaning rangi va uni hisoblash deganda nimani tushunamiz? Matrisaning rangi va uni hisoblash. O'lchovli matrica satr va sunlarni ajratamiz. Bunda bu sonlardan kichik yoki ularning kichigiga teng bo'lishi mumkin. Ajratilgan satr va sunlarning kesishmasida hosil bo'lgan tartibi determinantga matrisaning tartibi minori deyiladi. Tarif matrica noldan farqli minorining eng katta yuqori tartibi matrisaning rangi deb ataladi. Matrisaning rangini ham gapirib ketsak bo'ladi. Qarang. Demak, biz avvalo teskari matritsani qanaqa topiladi? Teskari matrica masalan qachon mavjud bo'ladi? Shu haqida gaplashib olishimiz kerak. Teskari matritsani topishimiz uchun avvalo shu matrisaning noldan farqli demak determinanti noldan farqli bo'lishi kerak. Ya'ni xosmas matrica bo'lishi kerak. Xosmas matrica deganda demak shu 3-tartiblimi, 2-tartiblimi yoki 4-tartiblimi matrica berilsa, mana shu matrisaning shu determinanti noldan farqli bo'lsa, doim teskari matrica mavjud bo'ladi. Teskari matritsani shunaqa nimadan topishimiz mumkin. Mana teskari matrica va uning topish usullari. Kvadratik matrica uchun birlik matrica bo'lsa, kvadrat matrisaga teskari matrica deyiladi. Odatda matrisaning teskarisi teskari matrica bilan belgilanadi. Teorema kvadratik matrica teskari matrisaga ega bo'lishi uchun matrisaning determinanti noldan farqli bo'lishi zarur yetarli degan teoremamiz bor. Demak, biz matrisaga qachon teskari matrica mavjud bo'ladi? Shu kvadratik matritsamiz, ya'ni satri bilan ustuni teng bo'lsa, bu kvadratik matrica deyiladi. Teskari matritsani A-1 darajada 1 taqsim delta A1 A2 va hokazo AN1 A1 A2 AN2 va hokazo AN1 A2N va hokazo 2NN. Ya'ni matrica nimasini yopamiz, formula bilan topiladi. Bunda AIJ mos ravishda kichkina AIJ elementlarining algebrik to'ldiruvchilari deyiladi va bu deltamiz determinant A, ya'ni A matrisaning demak determinanti noldan farqli bo'lishi kerak. Mana soddalik uchun oddiy misolga qarab chiqamiz. Qarang. Ushbu A matrica 1 birinchi satrda, ikkinchisi 1 2 4 1 3 6 matrisaga teskari matritsani toping degan savol qo'yilsa, yechilishi. Oldin A matrisaning determinantini hisoblaymiz. Determinantini hisoblaganimizda mana determinant uchburchak usulida hisoblab qo'yilgan. Mana bu yerda bunaqasiga 1 2 6 ko'paytiriladi 18, 1 4 1 deb ko'paytiramiz 4, 1 3 1 3
Bunaqasi yordamchi diagonal. Bu bosh diagonal ko'paytirilgan birinchi, keyingisi mana bu yordamchi diagonaldan -2 va ko'paytirsak -12, bunaqa ko'paytirib 1 1 6 -9 teng kattasidan kichigini ayirib hisoblasak, demak 2 plyusdan, ya'ni bu 0 dan farqli ekan. Bu demak doim bunga teskari matrica mavjud bo'lar ekan. Birinchi qiladigan ishimiz mana shu A matrisaning asosiy determinantini hisoblab chiqishimiz kerak. Asosiy determinant 0 dan farqli bo'lsa, demak bunga doim teskari matrica mavjud bo'ladi. Agar bu yerda 0 ga teng bo'lib ketsa, birdan shu yerda to'xtatamiz. Determinant 0 ga teng ekan, bu bunga teskari matrica mavjud emas deb ketamiz. A minus birinchi darajani topish uchun A matrisaning hamma elementlarini algebrik qoldiruvchilarini topib chiqamiz. Algebrik qoldiruvchilarni har bir A1 deganimiz demak birinchi satr, birinchi ustun o'chganda mana bu determinant qoladi, mana hisoblasak 6 bo'lyapti. A2 degani demak birinchi satr, ikkinchi ustun o'chiriladi. Ya'ni minusdan 1 ya'ni 1 2 faxrlanishi oldiga minus chiqyapti. 1 4 1 6 demak -5. Mana bosh diagonaldan yordamchi diagonalni ayiramiz va oldiga minus qo'yamiz. A1 3 deganimiz ham birinchi satr, uchinchi ustuni o'chirgandan qolgan determinant ya'ni minori shunga teng bo'ladi. 1 2 1 3 hisoblaymiz. 3 bu yoqqa hisoblasa yordamchi diagonal 2. 3 dan 2 ayirsak 1 qoladi. Xuddi shunday hammasini hisoblab chiqamiz. A2 1 A2 1 ikkinchi satr, birinchi ustuni o'chadi. Buni hisoblaydigan bo'lsak -6, A2 2 demak ikkinchi satr, ikkinchi ustuni o'chirsak, ikkinchi satr, ikkinchi ustuni o'chirsak 1 1 1 9 qolyapti. Mana hisoblasak bosh diagonal 9, buni ayirsak 1 8 qolyapti. A2 3 ham ikkinchi satr, uchinchi ustuni o'chiradi. O'chirgandan qolgan ya'ni minori qolyapti. -6. Va hokazo hammasini shunday A3 3 esa demak uchinchi satr, uchinchi ustuni o'chiradi. 1 1 1 2 oddiygina ikkinchi tartibli determinant. Bu hisoblash yo'lini bilamiz. 1 ga 2 ni ko'paytiramiz 2, 1 ga 1 ni ko'paytirsak 1, ayirsak 1 qolyapti. Mana shu hamma algebrik to'ldirishlarni joylashtirib chiqamiz degan. Mana shu formulamizga qo'yamiz. Mana teskari matritsani topish formulasi A ning minus birinchisi bir taqsim delta A1 1 A2 1 A3 1 A1 2 A2 2 A3 2 A1 3 A2 3 A3 3 formulaga asosan mana buni hisoblab chiqaradigan bo'lsak, bir taqsim 2 ga har birini bo'lib chiqamiz, har bir elementni. Mana shu teskari matrica bo'ladi. Faqat shu holatda mana buni tekshirib ko'rishimiz kerak. A ni A-1 ga ko'paytirganimizda va bo'lmasa A-1 da A ni ko'paytirganimizda Y birlik matrica chiqishi kerak. Mana birlik matrica A ni A-1 ga ko'paytirganimizda diagonalda 1 qolyapti, qolgan joyda 0 qolishi kerak. Mana shu birlik matrica chiqsa, demak bajargan ishimiz haqiqatan ham to'g'ri bajarilgan deyiladi. To'g'ri bajarilgan deyiladi. Mana shu asosiy nimamiz shu. Hurmatli talabalar, mana A matritsani, teskari matritsani topishni to'liq mana misollar orqali ko'rib chiqdik. Bitta misol ham ko'rib chiqdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana shu keyingi darsimiz, keyingi mavzularni nima qilib chiqamiz, yaxshilab o'rganib chiqamiz.